Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Garant servis xizmatiga bugun T7 havo T7 transport vositamiz keldi. Bu transport vositamizda hadovoy shaxsida bir qator kamchiliklarimiz bor. Hozir mana bartaraf qilinadigan kamchiliklarni tegishli mutaxassisimiz tushuntirib o'tadi. Hadovoy chastlari, amortizatorlari bo'shab ketgan, bu tomonlari moyoq ketgan. Bu bitirish o'tkazish maskalari qotib ketgan. Amortizatorlar orqalarigacha. Ular almashtirib, yangi amortizatorni qo'yib, mana bu ham mo'ljallangan. Razvalni bo'ltlar almashadi. Mo'ysirab yettachagan bo'ltlarini kabellarni taraklab, hamma narsasini razvallarigacha qo'yib beramiz. Bunlarni ko'tarib orqalariga chiqarib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Qo'yliq Gumbaz bozori, katta texnikalar turadigan avtoturargoh ichida joylashgan.